O'zbekiston va Kolumbiya bilan bo'lgan o'yinda bitta qo'limizda pul, bitta qo'limizda yuragimiz po'killab o'tirdik. Mayli. Ammo O'zbekiston va Portugaliya bilan bo'lgan o'yinda o'zimiz uchun g'alaba ham qozondik. Tajribamiz ham ortdi. Borib Ronaldoni yaqindan ko'rib ham keldik. Mayli. Ammo ertangi o'yin hammasidan muhim va hammasidan boshqacha. Ilohim, ertangi o'yin natijalarida tabloga shundoq qaraganimizda borki, xuddi anu bankka shot raqamidek uzundan uzun gollar bo'lib hisoblashga qiynaldik. Iltimos, jamoamiz yigitlari bundan oldingi relsimda aytganim kabi, birinchi taymda hujumni chiroyli qilib kuchaytirib, ikkinchi taymda jonli devor bo'lib himoyani kuchaytirib, yuqori natijalar bilan O'zbekistonga yorug' yuz bilan qaytish nasib qilsin. Shuni ham unutmanglarki, sizlarning orqangizda butun bir O'zbekiston duo qilib turibdi va hurmatli jamoa murabbiyi, biz nima deydi, futbolni fanatlari, qolaversa emotsional inson sifatida televizorda buyog'ida pultni ushlab olib har xil taktikalarni aytib chiqaramizda. Masalan, unday paytda Guardiola ham o'zimiz yaqin shogirdimizdek tuyuladi, masalan. Lekin bunday sharafli ishda mana bu yelkangizga butun bir mas'uliyatni, javobgarlikni olib yigitlarga rahbarlik qilayotgan murabbiy bu sizsiz. Va tabiiyki siz bilasiz aynan yarim himoyachi, hujumchi qaysi taraflama ustunligini. Qolaversa, shuni unutmanglar, butun bir O'zbekiston duoda ehsonlardan boshlashgan, 1000 tadan shashlik, 1000 tadan osh tarqataman, 100 ta iPhone tarqataman deb ehsonlarni ham boshladik. Endi sizlar ham go'zal o'yin ko'rsatinglarki, o'yinni oxirida kongoliklarda intervyu olayotganda biz O'zbekiston terma jamoasi bilan emas, butun o'zbek xalqi bilan o'ynadik, mardonavor jang qildik, lekin ustunlik ular tarafda bo'ldi degan javoblarni eshitishlik nasib qilsin ilohim, duodamiz. Olg'a.